Бүгін мана Cumhuriyet Sarayıga kelip, bizning balligimizning, yaşlığımızning bir ramzi bo'lgan tabassumning tavalludiga kelib o'tirmiz. Bizni ayt xo'shal, bu tabassum bizning Uyg'ur san'atidagi o'rni bo'lakcha bir programma. Bu tabassumni aytishdan burun mushuning asosini solgan Jamoliddin akam Ro'ziyev, Murat aka Ahmediyev, şunun bilan birga tabassumni ularsiz tasavvur qilolmaydigan aktyorlarimiz Mahmud Darayev, Riyangul Mahbirova, Ruqayam Satorova o'xshash aziz qadrdonlarimizni eslamay mumkin emas. Bugun mana shunday yaxshi kayfiyatga kelib o'tirmiz. Ümidim zo'r, tabassum ilgargidan yaxshi o'tadi. Bundan keyin bu tabassumning ömrü uzoq bo'ldi deb ishonaman. Shuning uchun barliq Uyg'ur xalqini şu tabassum programmasının tavalludi bilan chin qalbimdan Uyg'ur ovozi gazetining kollektivi nomidan tabriklayman. Bugün biz tabassumning 40 yıllığa arnalgan intayin çoğun bir konsertinin guvatçısı bo'lib o'tirmiz. Tabassumga endi biz o'zimizning şu buruntun tabassum desa tabassum qilaylikchu deb keldigan joyimizda edi. Mening o'zimning shaxsan o'zimniki tabassumda 10 miniatyuram o'rinlangan. Har qachon yaxshi utuqlarga yetayotgan şu tabassum konsert programmasi har vaqtda gullansin, yaxshi bo'lsin. Biz barliq yaxshiliklarni tilaymiz. Tomoshabinlar ko'p bo'lsin. Сегодня в этом прекрасном дворце идет юбилейный концерт Табассума, 40 лет юбилей. Это очень знаковое мероприятие для нашего общества. Поэтому с Табассумом связана наша молодость. В нем заключаются и танцы, и фольклор, и сценки всевозможные, которые пороки общества, будем говорить, раскрывают. Поэтому сегодня будет большой праздник для жителей города Алматы и для всех уйгуров Казахстана.